98 yo 99-yili darsda xiringlab orqadagi parta bilan gaplashib o'tirganimda ustoz quloq oralab shunday urgan, kuvalda qo'llari bilan. Zo'r o'qiganimdan partaning orqasida o'tirardim. Oldidan qana chiqib ketganimni bilmayman. Yana uni ustiga eshigini tagida dars tugagandan keyin sarg'ayib ustozni kutib, "Ustoz, iltimos, dadamga aytmang gaplashganimni" deganman. Sababi uyga borganimda dadam mana yerda qiynalib, ishlab seni o'qitaman deb azob chekib yursamu, sen nima ish qilyapsan, nega orqamdan bolta uryapsan degan savoliga menda javob yo'q edi. Or qilardim, nomus qilardim. Kaltak aytmayman bo'ldi deb javob qaytargandan keyin xursandman, yugurib chiqib ketganman. Kaltak yeyish u hech qanaqa muammo bo'lmagan. Otaga yetib bormaslik kerak. Hozirgi kunda hurmatli ota-onalar, mayli u davr o'tdi, bu davr. Men bolalarni urish kerak, ustozlar, tepish kerak, bo'lmasa tarbiya unaqa fikrda emasman. Prosta bolangiz sinfga kelib o'tirganda boshqalarga xalaqit bermasdan o'tirsa, juda ko'p shunaqa o'quvchilar ko'payyapti. Siz uni tarbiya qiling, bilaman, boy badavlatsiz quturib ketgansiz, gap bo'lishi mumkin emas. Ammo o'sha sizni boyligingizni ham to'g'ri yo'lda sarflash uchun bolangizga tarbiya kerakmi? O'sha tarbiyani berib qo'ying, bolam. O'zing o'qimayapsanmi, qolganlarga xalaqit bermagin. Ustozni sen mavqeini belgilamagin. Oylik olgandan keyin dars berasan-da deyapti. 8-9 sinf bolasi. Bu nima degan gap bu? Ustozni mavqeini agar bola belgilab beradigan bo'lsa, tamom bo'pti ta'lim. Hurmatli ota-onalar, esingizdan chiqmasin. Hech qayerda tarbiyani bermaydi ustoz, ota-ona beradi. Ustoz faqat ta'lim berish kerak. Ta'limni o'rniga tarbiya bilan shug'ullansa, ta'lim qayerda qoladi? Bo'lmasa o'rinlarni almashtiringlar. Sizlar ta'lim beringlar, ustoz tarbiya bersin. Hamma o'zini ishini qilsin.